Halokat dengiz deb atalgan Teklimakan qumlig'idan iborat bu joy Tarim deb atalgan ulug' bir ona daryoni o'z qo'yniga olgan. U qaysarligi bilan qumliqda bir hayotlik yo'l ochgan. Daryo yiqib o'tgan joylarda seriq qum bo'stonliqlarga o'rin berib hayotiy kuchga to'lgan manzillar namoyon bo'lgan. Tarim daryosi Jongodagi eng uzun ichki daryo bo'lib sifati bilan vodisining kengligi Changjang daryosidan qilishmaydi. Gerçi uning yillik iqim miqdori Changjang daryosining 200 dan biriga to'g'ri kelsimi o'xshamaydigan yeri shuki, u boshdan oxir dengiz okeanlarning qo'ynidan mustasno holda qumliqning ro'yiga butunlay singib ketgan. Uning uzunluğu Qayxa ve Changjang daryosidan halqib 12 milyondan ortiq aholini oziqlantirib, o'ziga tava joylarni, o'ziga tava ajoyib tarixni yezib chiqqan. Tarim daryosi Osiyo ishki quruqligining markaziga cho'nqur yo'shirilgan bo'lib, har qanday okean bilan bo'lgan tuz siziqliq orlig'i 1500 kilometrdan oshadi. Uning egri bugri so'zilgan umumiy uzunligi 2486 kilometr keladi. Vadining qoplash ko'lami bo'lsa 1,20,000 kvadrat kilometrdan oshadi. Bu rayondagi 9 cho'ng suv sistemasi 144 ushshaq daryo yaqini qamir egizligidan kelgan muzliqlardan erigan suv bepoyon qumliq va cho'l jaziralarini kesib o'tib, o'ymonliqning chetida agib yiqib, hayotning qaysarligi va botirligini namoyon qilgan. Amma Tarim o'ymonligining 3 tarafini tog' o'rab turadi. Suv parining halqib o'tishi mushkul bo'lg'achqa, yillik o'tirchi ho'l yig'im miqdori oran 117 mm ga yetadi. Bu ozg'in yomg'ir suvi balkim Janubiy Jongodagi bir kunlik qattiq yomg'irning miqdori bo'lishi mumkin. Tarim daryosi ho'l yig'indan erishgan suv miqdorini Changjang daryosi vodisi bilan solishtirganda 10 dan 1 ga to'g'ri keladi. Mamlakatning o'tirchi ho'l yig'im miqdorining 6 dan 1 ga to'g'ri keladi. Texmi yamani bu rayonning parga aylanish miqdori 2000 mm ga yetadi. Bu daryo yaqinining mavjud bo'lib turishiga shubhasizki g'oyat zo'r xiris paydo qiladi. Baxtga yarasha Yiroq Pamir egizligidagi Muzdog' ata cho'qqisi, Tianshan tizmasidagi Temir cho'qqa, Ko'ylon tog' tizmasidagi Gulya cho'qqilari necha 100 kvadrat kilometrga so'zilgan bo'lib, bu muz cho'qqilar xuddi palakning o'rinlashtirishidek Tarim daryosini uzilmas hayotlik manbasi bilan ta'minlaydi. Bu muzliqlar butun mamlakatdagi muzliqlarning yerimini egallaydi. Her yılki yaz günlerining pishig'im issiqi bilan kuchli quyosh nurining o'zi buyruq hisoblanadi. Qor muzlar tez erib va tog' rayonidagi qor yomg'ir 144 yordamchi iqlimni paydo qilib, hayvatlik kuch hosil qiladi. Janub, shimol, g'arb 3 tarafdan o'rkashlab oqqan iqin qumliqning o'ttirsini nishonlaydi. Qisqagina 4 oyda bu iqinlar Tarim daryosiga bir yildagi 70%dan 80% kichik suvni yetkazib berib, hayotlikning bahayvat ulug'ligini namoyon qiladi. Ammo bu 1000 chaqirimlik sehiy safar jafo mushaqqat va azobga to'lgan bo'ladi. Ko'p sondagi tarmoq iqinlar tog' tizmasidan ayrilgandan keyin qumliqdagi kuchli parga aylanish va yer shaklining qirsig'iga bardoshlik berolmay, oxirgi nuqtaga yetib kelinmay qurib ketadi. Ammo dal mushu daryo iqinlarining botirlik bilan tavakkul qilishi Tarim daryosining o'chmas tarixini barliqqa keltirib, bu halokat dengizida hayotlik mo'jizasini barliqqa keltirgan. Qumliqni kesib o'tishga tavakkul qiladigan nurg'un daryolarning mutlaq ko'p qismi yerim yo'lda qurib ketib, faqat Zarafshan daryosi, Oqsuv daryosi va Xotan daryosidan iborat bu kuchli iqinlar 1001 jafo mushaqqatlarni boshdan kechirib, Oqsuvning orolda muvaffaqiyatli uchrashib, Tarim daryosining asosiy iqinini hosil qiladi. Tarim daryosi shundan e'tiboran necha ming chaqirim yiroqlikdagi muz cho'qqilardan kelgan zo'r umidni o'ziga mujassamlab, tanho safarga uning peshonasiga tutilgan muqarrar sinoq Teklimakonga qarab otlanadi.
muhiti intayin mushaqqatli bo'lgan Tarim daryosi vodisidimi to'g'roq deb atiladigan egiz qo'lliq daraxt mo'jizlarcha hayot kechiradi. To'g'roqdan iborat qurg'oqchilik chidamliq bu azmatning yildiz sistemasi 20 metr cho'nqurlikda bo'lib qolmay, ya'ni gorizontal yo'nalishda o'zaro tutishib, necha 10 metr yiroqlikka kengaygan bo'ladi. Bir tut to'g'roqning yildizi suv manbasiga uchratsizlar, boshqa to'g'roqlar bu hayotlik manbasidan hambakri bo'lib sog'lom o'sib yetiladi. Şoň Tarim daryosi suyuning uzluksiz kengayishi texnik ko'p hayotlik fursatiga homiy bo'ladi. Bugungi kunda Tarim daryosi vodisida yer shari bo'yicha eng cho'ng tabiiy to'g'roqlik mavjud bo'lib turmoqda. Bu to'g'roqlar daryo bo'yidagi qumushliq, jiroqdagi yulg'un va so'k-so'k qatorliq yepinchi o'simliklar bilan birlashib, kengligi 10 necha kilometr keladigan ekologiya yeshil koridorini hosil qilgan. Bepoyon sayyoralar o'lchimida Tarim daryosi va uning bo'stonligi xuddi bir ro'shan belgiga o'xshash namoyon bo'lib turadi. Bu bo'stonlik dunyodagi ikkinchi cho'ng ko'chma qumliq tarafidan yutib etilmay, xuddi qumlar orasidagi yeshil sadichin sepilidek kishilarni qimmatli makon bilan ta'minlagan. Tarixda bu yer Ko'san, Qum, Yakan, Udun qatorli g'arbiy yurtdagi 36 davlatning shallaq zimini bo'lib, ular bir-biriga tutishib mashhur Ipak yo'lini shakllantirgan. Bugungi kunda bu yer Aqsuning olmisi, Korilning nashputi, Xotanning chilini qatorliq yeziglik mahsulotlari chiqadigan joy. Shundaqla Jongoning paxta, bug'doy, lozi o'stirishdagi muhim bazasi bo'lib qoldi. Bu rayonlar endi Yevroasiyo cho'ng quruqligi bilan tutishadigan muhim tuguniga aylanib, shundaqla Tarim daryosini milliy madaniyat oqadigan iqinga aylantirdi. 2022 yılı 6. ayının 16. günü Jongo tuncu bulup kumluqni aylanıp ötüdüğün tömür yolunu yasap bitirdi. Bu yol çaqılıqdan başlanıp çeksiz kumluqlar bilen yanıp uzun ötmey Tetim Kölü'ge keledi. Bu mu Tarim daryasının ahırkı noktalarından hesaplandı. Şundaq Tarim daryası köz aldığımızdaki bu güzel suluk rayonunu barlık keltirdi. O del bugünkü günde dank çıkan Lopnur Kölü. İlgiri bu yer Mamatlık Cezirisi atalgan. İşinemsiz, qısqırğının 20 neçə yılda Tetim Kölmü oxşaş təqdirə duş gəldi. Bu çağda Tarim daryasının su miqdarı iğir dərəcədə kəmçil olub, tövən iqinğa aqıdığan taqaq itiq turğulu 30 yıl bolğan idi. Əgər Tetim Kölünü qaytadan hayati gücə ega qılımız desək, yeni su mənbəsini izləş növbətdəki təxirsiz məsələ olub turğan. Şunun bilan 2000 yıldan başlap Qaydo, Könçi daryosi, Zarabshan daryosi, Aqsu daryosi va Xotan daryosi orqali qatma-qat tağ tizimlaridan halqib Tarim daryosining tövən iqiniga ekologiyalik su to'liqlashga boshlagan. Lekin bu vaqtlik plan edi. Tarim daryosi duch kelgan su kamchil bo'lish qiyin ahvolga tushib qoladi. Su tejash keskin harakatini qilch kechiktirgili bo'lmaydi. Yuqori yaqindagi egiz va tik cho'qlar orasidagi hayvatlik to'sma xuddi yomg'irdan keyingi bambuk notlardek maydonga kelishga boshladi. Masalan, Zarabshan daryosining ustida qad ko'tarib turgan aritash suvchilik tugunining to'sma egizligi kishini hayron qoldiradigan 164-8 metrga yetib, 2 milliard kub metrdan ortiq daryo suyini yig'ib qoladigan bo'ldi. Bu Shinjongdagi Sansha bo'g'zi deb atilib, Zarabshan daryosining 1000 yillik suv masalasini uzil-kesil hal qildi. U Xotan daryosidagi Ulug'at suv ombiri, Aqsu daryosining yuqori iqimidagi cho'ng jilg'a, shundaqla nurg'un tarmoq iqim to'smalari bilan qo'l tutishib, kelkundan unumlik mudofaalanib qolmay yana eshinchi suv boyligini saqlab, sug'urish ehtiyojini qondiradi. Tuzlanlik rayonlardagi suv omborlariga selishtirganda, bu tog'liq rayonlardagi suv omborlarining parg'aylanish miqdori va suv sing'ishi oz bo'lg'achqa texim unumlik bo'lib, suv boyligini tejab qola oladi. Korli, Qashqar, Aqsu qatorliq taqli makonni bo'ylagan bepoyon bo'stonliq shaharlar bugungi kunda Tarim daryosi iqtisod balbig'ini birlikda barpo qildi. Tarim daryosi vodisi GDP'si 10 yilda hassilab ishni ishga oshirib, Shinjong iqtisodining muhim turiga aylandi. Bu qum dengizi orasidagi Lopnurliqlar kaniti xuddi taqli makon qumliqi bilan Tarim daryosi mahkam quchoqlagan bir tal nurliq marvoyatdek Lopnurliqlarni avlod qo'yniga olgan tinch, rohat makon. Lopnurliqlar Shinjongdagi eng qadimiy qavmning tarkibiy qismi. Ular Tarim daryosi bo'yidagi kichik ko'llarni panoh qilib o'ltiraqlashgan. Dehqonchilik qilmaydi, chorva boqmaydi. Ular beliqchilik bilan turmush kechiradi. To'g'roq go'zal bir daraxt. Qumliqdagi qadimiy daraxt turi. U sovuqqa, qurg'oqchilikqa, sho'rga, qum bo'ronga chidamli. Hayotiy kuchi intayin kuchli. To'g'roqni yana tirik tosh qatma deb ataydi.
Bu to'g'riqlar qum dengizida cho'nqir yildiz tortib, bu zaminning olamshumul o'zgarishlariga guvohchi bo'lgan. Mayli atrofidagi muhit qanchalik nachar bo'lsin, u bir xil oliyjanob mo'tivar qiyofati bilan tabiatga rang-garang hayotlik kartinasini namoyon qilgan. Bu balkim kishilarning uningga qumliq umurtqisi deb nom berishning sababi bo'lsa kerak. Lopnurliqlar kenti qumliq, ko'l, daryo, to'g'riqliq va lopnurliqlarning o'zgacha g'arbiy yurt urfa odati yug'urilgan strolliq manzarani shakllantirgan. U xuddi bir parcha jonliq rasmga o'xshaydi. Bu kanat qumliqning ichkarisiga cho'nqur yoshirilgan bo'lib, kishilarning go'zalligi bilan mahliyo qiladi. O'ylab boqaylik. Agar Tarim daryosidan keladigan ozuq va tarixiy kishilarning bu şaşmay tirişişi, hayatını söyüşü bulmagan bolsa, bu yer iqin suning namligiga erişemay, bu yeşillik tutulgan ekologiya koridori ro'yobga chiqmagan bo'ladi. 10 milliondan ortiq odam yashaydigan makonga aylanishi texmi mumkin emasdi. Ikki cho'ng qit'aning madaniyat almashtirishimi to'sqinlik uchragan bo'ladi. Jongomu yoshirin kuchi cheksiz munbat tuproqdan ayrilib qoladi. Tarim daryosi mijaziga xos uslubida bizga shuni uqtirdiki, barliq daryo iqinlar dengiz okeanga quyilsa, taklamakandek giyoh unmaydigan yerda parlaq hayotlik nurini chaqnitish uchun oqadigan daryolarmi mavjud bo'ladi. Shung insonlarning navbatdagi vazifasi bu mo'jizni qo'g'dab, hayotlik daraxining bu yerda sog'lom ko'kirib turishiga, hayotlik daryosining mangu shildirlab iqib turishiga kafolatlik qilishdir.